Xohlasangiz Afsona vodiysiga tomosha qilib ovqat tayyorlaysiz. Xohlasangiz Spaniyadan ham xuddi shunaqa yana bitta o'zini alohida balkoni bor. Afsona vodiysi joylashgan 80 kvadrat metr maydonni o'z ichiga olgan tayyor 3 xonali kvartiramiz endilikda sotuvda. Xonadonimiz 10 qavatli domimiz 9-qavatda joylashgan. Eshikdan kirganingizda mana bu tomonimizda prixoshka mebelini yasatib qo'yishgan. Keng koridorimizni o'zingiz ko'rdingiz. Juda ham yurishga qulay qilib plan qilingan ekan. Va e'tibor berib qo'yasiz, lift mavjud. Liftdan umuman muammo yo'q. Birinchi ko'radigan xonamiz bu kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zini alohida balkoniga ega va yotoqxona mebellari ham o'z o'rnida qoladi. Navbatdagi ko'radigan qismimiz esa uyimizning mehmonxonasi. Mehmonxonamizda ham mebellarni ko'rib turibsiz. Chiroyli mebellar qo'yib qo'yishgan ekan, televizorlar ham o'rnatilgan. Hamma narsasini birgalikda sotib olsangiz bo'ladi. Joyimizda hujjatlar 100% joyida, notariusga tayyor holatda bo'ladi. Kommunal tarmoqdan gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi bor. Keyin ko'radigan qismimiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zini dars stoli hamda ikkita kravatiga ega. Farzandlaringiz bemalol yashash uchun mo'ljallangan. Uyimiz umumiy sanozada mana bu yerga joylashtirilgan, barcha sharoitlarga ega va so'nggi ko'radigan qismimiz oshxona hisoblanadi. Oshxonamizda kir mashinani ham, xolodilnikni ham, boshqa maishiy texnika buyumlarini hammasini o'rnatib qo'yishgan, batareya registri yordamida istaladigan uyimizni sotib olishingiz mumkin. Kvartiramiz Afsona vodiysi 14-domda joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsak, $58,900 oz-moz barakasiga o'tadigan joyi bor. Pastdagi telefon nomerini qoldiraman, bog'lanib ushbu kvartirani sotib olishingiz mumkin.